Assalomu alaykum qadrli tomoshabinlar. Ko'pchilik akamamiz so'rab turgan mana shu turdagi bezapilarimiz hamda elektriskalarimiz, ya'ni partiyaga kirib kelgan. Hozir endi akalar buni bitta ishlashni ko'ramiz. Qani, ketdik. Xo'p akalar, hozir mana shu bitta ro'z ko'rsatib beramiz. Mana usta akamiz o'zi yurgizadi. Akalar, yarada do'stga yurgizadi, olib bera oladi. Bemalol mana shu turdagi biza kortlarni ishlashga gap qo'shish mumkin emas. Bu degani agroservis do'konidagi har bir materialingizni kelib turib sotib olganingizdan so'ng yarda tortga yurib olib bera oladi. Xo'p, endi bular bir qator tanishtiramiz. Birinchi bo'lib biza pilarimiz, biza pilarimiz narxlari 450 ming so'mdan boshlab 1.650 ming so'mgacha har xil modellar bor. Bemalol kelib agroservis do'konlaridan xarid qilib olishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, siz mana shu videoni ko'rib turib, videoga bitta like tugmasini bosib, kommentga kirib, omad yozib qoldirganingiz uchun do'konimizga kelganingizda aytib o'tilgan narxlardan oz-moz kamini ham qilib beramiz. Hatto bemalol kamroq pullarga olib ketishingiz mumkin bo'ladi. Agroservis do'konlarida bu turdagi biza pilarimiz hamda elektriski aralarimiz endi suv tekin narxlarda sotib tarqatib yuborilmoqda. Birinchi elektriski tanishlaymiz. Elektriski modeli xo'p 124 klarda ishlaydi. Bemalol taxtalardan aralab olishingiz mumkin bo'ladi. Seplarga bitta e'tibor qo'yasiz. Seplar original yaxshi seplardan qilib ishlangan bo'ladi. Undan keyin esa biza pilarimiz bo'ladi. Biza pilarimizni original Texas Germaniya texnologiya asosida ishlab chiqarilgan biza pilarimiz bo'ladi. Xo'p, ko'pchilik akamamiz biladi, Texas har doim brend bo'lib kelgan. Buni arasini, motorologini xullas hammasini ishlatmagan odam bo'lishi mumkin emas. Bu turdagi Texas motopilarimiz 1.560 ming so'm sotilmoqda. Do'konimizga kelganingizda aytib o'tilgan narxlardan oz-moz kamini qilib beramiz. Eng arzonlari ko'rishingiz mumkin 450 ming so'mlik arramiz bo'ladi. Kimga mana shu turdagi stilizmi, baykalizmi, magnetismi qanaqasidan so'rasangiz hammasidan bor. Bemalol kirib agroservis do'konlaridan xarid qilib olishingiz mumkin bo'ladi. Manzilimizni aytib o'tamiz. Manzilimiz Farg'ona shahar avval qishlog'i agroservis do'koni. Optim ba'zan birinchi klass qo'ldan xarid qilib olaman degan ekanmiz. Pastda nomerim bor, aloqaga chiqishingiz mumkin. Xayr, joyinglar sog' bo'lsin.